Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hürmetli görürmenler, Dini Hayat namlıq söhbet programımızdaki növbetdeki bölümüde farzandlarimizdan qaysi maktabda o'qitamiz degan temada to'xtalamiz. Men program riyosatchisi Abulqosim Ahmadi, programımızdaki aziz mehmoni, Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Ustoz Muhammad Yusuf Qorim bo'ladi. Programımızda Ustoz Muhammad Yusuf Qorim, programımıza hoş geldiniz. Rahmet, Allah razı olsun. Programımızda ana tilininki ahamiyatidan boshlab ketgan bo'lsak, chunki har qanday maktabda farzandimizni o'qitayli, avval shu ana tilini yaxshi o'rgatmay turib, boshqa sohalarda, boshqa maktablarda bolalarimiz yaxshi o'qib ketmayotganligini ko'ryapmiz. Şuna ko'rganlarimiz uchun shu ana tilininki ahamiyati haqida bir tushuncha bergan bo'lsalar, qani marhamat. Ma'qul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga cheksiz hamd sana aytaman. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga durud duo aytaman. Shu fursatni bergan qarindoshlarga rahmat aytaman. Yaxshi bir programma bo'ldigan bo'ldi inshaalloh. Qaysi maktab, bolalarimizni qaysi maktabda o'qitamiz degan savolga bolalarimizni eng avval dastlabda aileden ibaret ana til maktabda o'qitamiz endi. G'albilik oila, g'albilik bir maktab aslida hamda oila haqiqiy maktab. Ailede balını tug'ilgan vaqtidan boshlab, ya'ni binasi anqiralaydigan, tushunadigan vaqtidan boshlab, u bolaga shu Uyg'ur tilida so'zlashni, Uyg'ur tilida gap anglashni va Uyg'ur tilida yozishni o'rgatgandan keyin, ya'ni maktab yoshigacha 6 yo 7 yoshgacha biz ashuni mukammal o'rgatsak, iymon, islomni, halol haromni o'rgatish bilan birga ana tilimizni ayda o'rgatsak, undan keyin u bola qaysi maktabga borsin, qanday maktabga borsin, Uyg'urcha tasavvur qiladigan, Uyg'urcha tafakkur qiladigan, bunda Uyg'urga xos bo'ladi. Agar bunday qilmay, biz bolalarimizni shu maktabga berdik deblar, qaysi maktab bo'lsa maktabga tashlab bersak, bu maktab bolani adam qilolmaydi. Oila asli maktab bolani tarbiyalaydigan. Shunga shu birinchi bosqichda bolalar oilada ana tilde ve özümüzdeki örf adetlerimiz boyunca, özümüzün dini itikadımız boyunca, ahlakımız boyunca, milli en'anımız boyunca ayda terbiyelenishi kerak. Onun için mektepki belgenden kimi balını taşlap koymayız yani. Meyle şu dini mektepki bireyle ya ki hükümetten mektepki bireyle kanday mektepki bersek ballarını yani şu ayda kontrol kılış gerek, ayda okuganlarını tekşüreş gerek. Her günü ballarla yarım saat olsun mu? Hiç vakit çıkarılmaganda. Ay ballarla birlikte bulup ayda kılış gerek. Yani ballar her kanday bir insanın meyli Müslüman olsun ve Müslüman emes insanlar olsun, her kanday bir insanın en kıymetli baylığı. Dünyada insanlar olsun, ballarım deyip cebat atıdı, ballarım deyip keçini kündüzü ulap işleydi hem de, pul tapıdı, her nesini ballarım deyip kıldı. Muşu ballar üçün kılganlıkın, muşu ballarının keçiki, muşu ballarının dinimizge, milletimizge, halkımızge ve üzüge atanızga menfaatlik ballar buluş için biz dastlabki qadamni to'g'ri elishimiz kerak. Dastlabda shu oila maktabiga intayin ahamiyat berishimiz kerak. Oilada bolani 6-7 yoshgacha mukammal tarbiyalab qo'ldan chiqarishimiz kerak. Undan keyin maktabga borgandan bu kontrol qilib turishimiz kerak bolalarni. Rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten mening ko'rishimcha shu arab davlatlarida tug'ilib cho'ng bo'lgan bolalar oldiga shu turkcha yoki inglizcha binasi uchrasa, uni evvel Arapçaga tercüm qilib, tushunib, anda qildi ekan. İngliz tilida o'rganib cho'ng bo'lgan bolalar oldiga uchirgan ba'zi jumlalarni tercüm qilish evvel inglizchaga o'rib, anandan keyin Uyg'urchasini tushunadigan gap ekan. Ya'ni demak, qaysi davlatda tug'ilib o'sgan bo'lsa, ona tiliga ahamiyat bergan bo'lsa, shu tilning nimasi bilan mafkurisi bolaninki, tafakkuri shunda bulab qoldigan gap ekan. Ona tilini pishiq bilganda bolalar aliqi har qanday tilni ana tilga o'ribla tushunalisa, ana tilcha, ya'ni Uyg'urcha tafakkur qila oladigan, Uyg'urcha tushuna oladigan bo'lganda, an boshqa sohalarda kesib natija qozona oladigan gap ekan. Endi biz ko'ryapmiz, nurg'unlagan qarindoshlar shu mayli Yevropada olsun, mayli Arab davlatlarida olsun, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimiz ba'zi bolalarni
şu şehirdeki hükümet mektapları ittirip koyuş bilallah boldu kılgan, özünki mesuliyetini ada kılgandikidek ballarla hiç karı bulmagan. Yani bir türküm az sandık atallah ballarını Kur'an kurusu ve medreselerge ittirip koyuş bilallah. Naat ve katta yoğun bir savap iş kılgandikidek lakinde şundan balların başka sahada okuşuğa ahmet vermegen. Bu ahvallı bek eğer. Şuna ballarını arkadaş caylardaki hükümet mektaplarda okup koyuş, şunu birip koyuş, ya ki şunda Kur'an kursları bilallah kifayeliniş bilen ata-analar öz mesuliyetini ada kılgan bolamdı. Bu vaqtda bir düşünce bergen bolsa. Endi biz qaysi mamlakatda bo'laylik, mayli Amerikada bo'laylik, yoki Saudiya Arabiston, yo Turkiyada bo'laylik, yo Yevropada bo'laylik, qaysi mamlakatda bo'lsak, shu mamlakatning davlatning maktabiga bolalarni berish shart endi. Biz yashagan mamlakatda biz ashada yıldız tortib, ashada o'zimizni isbotlab, ashadagi eng oliy diplomlarni elib, shuni o'zimizni isbotlash alg'ib, vatanimizga, xalqimizga, dinimizga xizmat qila olamizda, ashada bir qimmat yarata oladigan bir inson bo'lamiz endi. Aşağıdaki hükümetin, devletin mektebi bir şart endi. Şununla birlikte Kur'an kursu olsun, başka dini mektepler olsun, aşı mekteplerde okutish gerek. Her ikisini elip verişimiz gerek. Her ikisini elip veriş bilen birge, ben ballarımı en âli mektebi bədiyem, ya ki en kulluk kıymetli mektebi bədiyem, en yaxşı Kur'an kursu bədiyem, bol da aşılmayan balamını eden kurdu da taşlasak yanı bulmaydı. Bu atanın mesuliyeti onun tügümeydi. Mektep yani bu dedik bu. Mektep diyen insanı insan kılamaydı. İlim birdi o. Ama güzel ahlakını, milli en'anine, İslami itikadını, yaxşı bu da üzümüzdeki has özgürçülükünü aile birden. Aile ballarını hatta üniversiteye çıkan vaxtıda bu ballarını aynen kontrol kılımız. Bu ikili mektepki birimiz. Devlet mektepki çokum birişimiz gerek. Kur'an kursu olsun, başka işte dini mektepli olsun, onun çokum birişimiz gerek. Yani bir Türkiye'de yaxşı bir imkaniyet varken de Türkiye'de ballar mesela düşkücü okusa, düştünkün baka. Düştünkün okusa, düşkücü baka. Yani biz küçük vaktimizde ettiğimiz kaç küçük okuyorduk mektepte. Ada fırsat mı bulmaydı birlikte. Neydi şu imkaniyetler var? Başka Avrupa memleketlerinde mi ayda imkaniyetler buluşu mümkün. Ama Türkiye'de ben bilgeliktim şu Türkiye'nin devletine. Türkiye'de her iki mektepte apırıp versek azad okutkulu bulduğun bir imkaniyet var. Bu imkaniyeti kolduğunu beğenmemiz gerek. İkilisi birişimiz gerek ve ballarını her ikilisini kontrol kılışımız gerek. En az yani yarım saat, bir saat vaktini çıkıp ballarla birlikte ütüşümüz gerek her gün için. Allah razı olsun. Hakikaten yaxşı bir öğretim oldu. Endi biz bütün ata-analarning g'ami bugungi kunda shu bolalarimizni qanday o'qitish, qaysi maktabda o'qitsak bo'ladi deydigan benim bo'ldi. Ko'ryapmiz, musholarga ba'zi hukumat maktablarida o'qiyotgan ammo Qur'on savodini chiqarishga ahamiyat bermagan, shar'iy bilimga ahamiyat bermagan bolalarningki ata-onalar hammasi axloqdan shikoyat qilyotdi. Hatta o'zining bolalarning uyg'urligidan ham shikoyat qilyotdi. O'zining milliy tuyg'ulari yo'q. Muşundaylık din ahlakından jirak, muşunda bulab kılıvatkallıkını ko'ryapmiz. Hakikaten mesela bu evlatның balları, şu evlatlarımız yani, evlatlarımız, bizim farzandlarımız, milletning farzandlari, bizning farzandlarimiz. Men üzerinin balısının ki katta injener bulab ketsin, aeroplan yasaydigan adam bulab ketsin, o başka fan texnikal taraqqiy qilsin, ama Allah'ның Rasulunun tanımaydigan dindan jirak adam bo'lib qolsa, men razı olmayman. Burada dolu süptüm bilen. Elbette halkımız mı şu dep oylayma. Çünkü biz kadimden tatlı Müslüman millet, Müslüman halk, farzandlarımızınki bu şunda fen bilimlerine vayık etkisiz okuşulan birge, ecdatlarımızınki dini varislik kılıp, İslam dinine kadirleydiğen, din etikatı müstehkem turduğun bir evlat terbiyeleş, hemen atanın arzusu buluşu mümkün dep qarayma. Elbette bu programını kılışımızki maksat, çokum muşu sahalarda ata-onalar bir dikkat kılsa ekan. Şu fenni mekteplarda balalarını birip qo'yiblar endi. Men nayt cho'ng bir mas'uliyatimni ado qildim deb bexaraman yurgan ata-onalar cho'qim balalarını şu her jutlardagi Qur'on kurslarida, diniy mekteplarda, mahallalarda imom xatiblarga olib berish orqali balalarningki Qur'on savodini chiqarish, shar'iy bilimlarni o'rganish, namoz o'qishning qoidalarini bilish, qatorliq ilmlarga cho'qim ahamiyat berish zarur deb qarayman. Muşu bazı ata-onalar endi aksicha bolalarni Qur'on kurs va ba'zi madrasalarga olib beriblar ekanda, men eng ulug' bir ishni qildim deb
Ballarınki bir kesip okuş, taxassus okuşlarga ahmiyet vermegen ahvallarımı eğir bağ içimizde. Elbette İslam'ını tuluk düşüngen vaktimizde biz dinimizni Kur'an okuşunçlarıyla öğrenip dinimizin ahkamlarını öğrenişlerle birge kesbi halal yaşaşını öğreniş mi dinde bek mühim orunda turdu. Şu ata-analarga hammeylenge muş program arkalık deydiğin hitabimiz çokum ballarımızını şu Kur'an-ı Kerim savadını çıkarış, Kur'an-ı Kerim yadla duruş, şeriat bilimini öğretişlerle birge çokum muş hayatı dünyada bir kesbi bilimler, penni mekteplarda okuşkımı ahmiyet bəs. Emniyet zaten bu asan iş mi emas. Biz tariximizni qaraydigan bo'lsak, ba'zi hatto shu diniy shar'iy ilmdimi qari bo'lganlar olim bo'lolmayotgan, olim bo'lganlar qari bo'lolmaydigan bir ishdi. Ammo tirishgan farzandlar ham qari ham ulamo bo'lganligini ko'ramiz. Shunga o'xshab bugungi kunda hamda hozirgi asrimizda bolalarimiz cho'qim tirishsa, ota-onalar bilan ko'ngil bilsa, bolalarimiz fanniy sohadami ko'rinarli natija qozona oladiganligiga shar'iy bilimlardami cho'qim dinni tushunib, yaxshi bir olim bo'la oladiganligiga ishonchimiz bor. Ammo bu asonlik bilan qo'lga kelmaydiganligi rost. Shuning uchun biz endi programmani ham yuritib aytsak, mushu ota-onalarga bir yurak so'zlari bilan tavsiyalarini qilsalar, cho'qim mushu bolalarni nurg'ulgan ota-onalar aytgandek, hukumat maktablariga berishga sal qaraydigan, ba'zilar hukumat maktablariga borib qo'ysa, Qur'on kurslariga berishni sal qaraydigan, hatto nurg'ulgan hali yaxshi degan qarindoshlarimizningki farzandlari 17-18 20 degan bolalar Qur'on savodimi chiqmagan, Qur'on o'qimaydigan aholi bek ig'ir ekan endi. Hatto ba'zi hafiz bo'lgan, ulamo bo'lgan qari Qur'on ustozlarining bolalarimi shu shar'iy bilimlarda Qur'on masalasi kelganda mag'lubiyatlarni ko'rdim endi. Har ikki tarafga chiroyli bir o'zining tavsiyalari bo'lsa, qilgan bo'lsalar. Endi dunyoda mushu bolalarni o'zi arzu qilgandek, o'zi planlagandek, ayında tarbiyalab yetishtirilgan odam eng g'albilik insonda. Mayli inson katta olim bo'lib kelsin, katta ziyoli bo'lib kelsin, katta millioner boy bo'lib kelsin, agar shunda dunyo ishlar shunda g'alba qilib turib, mushu oila tarbiyasida bolalarni Allohni suydigan, vatanni suydigan va fidokor insonlarga menfaatlik bir insan qilib tarbiyalanmagan bo'lsa, uni topgan dunyosi, o'qigan ilmi, qozongan diplomlar hammasi nolga tengdamdi u. Chunki hayotimizda bolalar bizningki nomimizni to'shiydigan, kelajak nomimizni to'shiydigan va bizningki maqsadlarimizni amalga oshiradigan va orzu armonlarimizni amalga oshiradigan birdan bir bizningki bir o'rin bosarimiz hamda har qanday inson bolalarga ko'ngil bo'ladi hamda. Endi bu yerda bunda insonlarda bunda ba'zi insonlar juda tushunch bo'lishi mumkin. Biz vatandagi vaqtida madrasa desak, madrasada Allohni Rasulini o'rgatdi. Maktab desak, maktab ateist maktab bo'lganligi uchun ateistlik ideyasini singdirib bolalarga iymondan chiqarishga tirishgan bunda maktab bo'lganligi uchun bizning ideyamizda bu maktab degan shunda yomon, madrasa yaxshi degan ideya bo'lganda biz Turkiyaga chiqqandan keyin bu kengri dunyoga chiqqandan keyin bizning kallamiz ba'zi insonlarning kallasiga ideya o'zgarmaganligi uchun maktab ashu vatandagi maktab pardasi bilan qolgan, madrasa ashu buncha qolgandan shunda muomala qilish mumkin. Ammo bu Turkiya Cumhuriyatida bu yerda ateistlik yo'q, ateistlikni o'qitmaydi bolalarga. Endi bu yerda mushu hatto mushu hukumatning maktablarida bolalar shunday ma'lumlar bilan namoz o'qiydi ekan, qilishga tegishli ishni qildi ekan. Hatta haftada 2 saatlik dini, 2 saat mi onun çıkartma dini dersleri bayına. Hatta Kur'an yadlayman dese bir yıl keçiktirip Kur'an yadlaşka fırsat bırakkan işler var. Bunun da dinine karşı hiç kadar bir narsa yok endi. Endi bunun ayrı verişimiz gerekiyor. Şu an vatandaki mektepni beğenmeymen degan fikirden niye gidip mektepni bilmen degan fikirden özgürlüğümüz gerekiyor. Kallımızı özgürtüşümüz gerekiyor. Bazı ata-analarning kallısı saklanayotgan ideya buluşı mümkün. Mektep u yerki mektepga o'xshamaydi. Bunda emas. Endi siz degandek endi bolalarimizni Kur'an'ı bildiğin, hadisini bildiğin, dinini bildiğin, halal haramını bildiğin, yaxşı terbiyelep çıkış bizden birinci vazifemiz, birinci farz bu. Şunun bilan birga, şu her qaysi fanlarda mutaxassis qilib, dünya tirikçiligi uchun bir sabablarni qilib ayda qilmasak bo'lmaydi endi. Bu zaten hayotning taqozosi. Bu ilmlarni Alloh taolo o'rganishga buyurgan ilmlarning qatoridan eng muhimi iymon islom bo'lsa,
Onundan kalsın şu ilimler kilidi. Bu ilimler İslam dinimiz buyurgan ilimler okuş yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oku deb emir kılardı. Onu okuyun, bunu okuyun diye mutlak şekilde oku diye. Okuş insaniyetke faydalı, ata-onasiga faydalı, milletiga faydalı, vataniga faydalı ve dinimizge faydalı nasip olsa okusa bu dini okuş hesaplanır. Şuna şu kallani azat qilish kerak. Maktabga çoğun berish kerak. Çünkü biz şu maktabda okutuş ve ali diplom elish ve yuqori Ali yerlerde işleş arkalık biz özümüzü ispatlap, şunu olan vatandaki halkımızın avazı bulalayımız ve özümüzü ispatlayalayımız hem de. Eğer biz bu odatdagi ishlar bilan kifoya qilib jonni qanday baqsam bo'ldi ekan bu deb jon beqish yo'ligini ko'p bunda ilm o'qimisak fan texnikada yuksalmasak biz o'zimizniki xalqimizniki bizni kutganlarini biz qilolmaymizda xalqimizga manfaat yetkazolmaymiz faqat shu o'zimizni boqqan bo'lamiz hamda xalqimizniki umidini aqlamagan bo'lamiz va bizni kutilgan umidlarning hech qaysini qilmagan bo'lamiz. Shu hamda maktab degan angni biraz kallamizni o'zgartirish kerak. Shunda biraz angliq bo'lish kerak bu shu mudonda. Ham yerga maktab o'xshash emas shu. Oxirida yana bir qo'shimcha qiladigan narsa ba'zi ota-onalar shu universitet eshig'i chigan bolalarni o'qitmaydi maktabda. Tijorat qilib oladigan ishlarni ko'rdim. Hatta bizning atrofimizda tunish bilishimdan keyin meningki farzandimning ba'zi og'illari şu nemini bitkiziblar, to'liq o'tirni bitkiziblar, universitetga kelganda ota-onasi onunga o'qitib qo'yilmay turib olgan sen pul topmasang olmaydi, sen 20 yoshgacha eding deb shunda bir ishlarmi hali eg'ir ekan hozir. Albatta bugungi kunda meningcha dasmiy solish tegishli bo'lgan narsaning eng birinchisi shu bolalarimizningki yaxshi odam bo'lish, bolalarimizning qobiliyatli odam bo'lish dasmiy solish deb qarayman. Mesela ticaret qilib dasmiy soladi kelgusini deb ticaret başlaydı. Elbette balalarını bir üniversitede okusa, bununla belki bir üniversite bitip 15-20-30 bin dolar pul kete, cıkkese 40 bin dolar kışlık. Ama o balalar çokum okuş bitirip gelip, okuş bitirgenden keyin o çıkımını tapalaydıken, kabiliyeti olsa, yaxşı yerden iş tapalaydıken, bugün günde bana Avrupalı cirat kılıştımı hazır bir nimeni kögentim ötkende. Arkanda muhacirning o'sha doktorlik nimasida qozongan bola bo'lsa, uni ishga qabul qildiganligini chiqadi masalan. Shu insonningki har sohada qobiliyati bo'lsa, Alloh Rasulning buyurishi bilan birga u bolaning ish topmaga, kelajakda ota-onasininki yaxshi xizmatini qiladigan bo'ladi ekan. Shunga mush ota-onalarga bir tavsiyalar bo'lsa qilsalar, ham shu bolalarini o'qitmay to'xtab oladigan ish. Hamda 10 necha yil o'qitib şu üniversite okuduğu yerkege vaxtında toxtu oladigan işler hal eğrilişip kaldı cemiyetimizde. Meyatı bunda bir nime bakken de sen de ballanınki eğer hem de ballanın hem ballanınki üniversite okup aynı ali malumatlar bulup aynı yukarı bilimlerde okuşka hem bedendeki iktidarı bulması mümkün. Bazı ballanınki ticaret yaki mundaqılıqı kesp yoki hunar degan narsaga uni bakra qila oladigan bunda bo'lishi mumkin hamda masalan %100 hamma bolalarniki universitet o'qib g'alba qila olishi notayin masalan endi agar bolalarniki shu universitetga chiqish yoshida bu darsga faqat universitet o'qishga oliy bilim olishga boshqa fakultetlarda o'qishga bunday bir qiziqishi faqat bo'lmasa yoki uningda bunday u bolada qobiliyat bo'lmasa masalan turk yani maktablarda meslek liseleri varken nima ekan bu desa ayda nimani o'qiyanmay qolganlarga meslek o'rgatgan to'qimchilik deydi u deydi bu deydi ayda binosi o'rgatgan ishlar ekanda endi ba'zi bolaning ahvoli qarab MSS'ni qiziqqan ishini qilgan inson o'zi qiziqqan ishni qilsa g'alaba qiladi ya u ba'mdi ama bu boshqa gap ama bola men o'zim o'qiyman deb tursa u universitetniki endi bunchalik pul tutgan ish bo'lsa bu ota-onasi men pul topolmayman ekan bolam endi sen o'qimagin biz pul topaylik bundan deb nima qilmay bir g'ayrat qilsa Alloh yordam qiladi agar bolaning o'zidan ayni o'qish nimasi bo'lsa bu bolaning o'tini qat'iy o'chirmaslik kerak o'chirgan biz zulm qilgan bo'lamizda bolani bolani o'qiyman yuqoriga o'rlayman deb tursa o'qimagin sen men bilan birga tijorat qilgin yo men bilan birga kasb qilgin deb bolani to'sab qo'ysa bolani zulm qilgan bo'lamiz ammo bolning o'zininki o'qish
iqtidori yuqori saviyada o'qish iqtidori yo'q, universitet o'qish iqtidori yo'q, faqat hunar kasb manimga moyil bo'lib qolgan bo'lsa, bu boshqa gap, boshqa hal qilish kerak. Ammo o'qishga qiziqayotgan bolalar mumkin qadar to'sib olmaslik kerak. Menda bir qissa bor. Saudiya Arabistonning o'sha jiddiy shahrininki Balad degan markaziy yerda buni 30-40 yil burungi ahvol ekan. 4 qavatlik bir Sheyx Umar degan odamning 4 qavatlik bir binosi bor ekanda, bu binoni italiyalik bunda kiyim loyihalaydiganlar shu binoni bizga setib bersang yo kirolab bersang deb kelsa, yo'q sotmayman, kirolamayman, hech qaysini qilmayman dedi. Shuning uchun u odamlar Italiyadan kelganlar bu obdan markaziga yegan, buni biz qo'limizga tushirsak bo'ldi deb sheyxga yana keldi ekan. Qancha pul desang beraylar, qancha kirola desang kiro nima qilgan, buni sen bir tayini yo'q bir ishlarga ishlatibsa, biz bunday yaxshi bir kiyim loyihalash, bunday ishlatdik degan ekan. Bir şartla sizga beraman, satmayman, bakalıq beryaptim, bir şartla. Mening balamni o'qitib, mukammal bir kasb egasi qilib bersizlar degan bu odam bir balani o'qitib kasb egasi qilishlar ancha qiyin emas. Bu bir qancha million dollarlik masala tursa deb hozir bo'ladi debdi. Bo'ladi deb qilgan ekan, shuni bilan balasini shunaqa qo'shib birikanda, akita balamni haqiqiy bir kasb egasi qila olsanglar, mush binoni men sizga hadiya qilyaptim degan. Dastlabda o odamlar o binanın altı adamlar hayran kalpide kim bu da oylab bu adam haqiqiy bir aqlli adam ekan deb balasini siz rasunda kasb o'quvimiz bormi deb amin kasb o'quvim bor chunki arablarning kishilarning nazarida arablar tayyani yeydi boshqalar ishlab chiqarganni yeydi degan bir nima bor. Men shu ideyani o'zgartirish uchun bizmi ishlab chiqara olamiz, bizmi aynan kasb ahli bo'lib inas qila olamiz degan isbotlash uchun tirishib o'qiyman deganga maqda Italiyaga ketgan. Italiyaga ketib aynan bir kiyim loyihalashni o'rgatgan nati qetir qilib endi shu shirkatga ko'ngil bilib o'qitgan bola. Bir qancha yildan keyin bu bola bir marka, bir mashhur bir markani ijod etgan. Shu marka bilan dunyoning nurg'un yerlarida uning shirkatlari o'tgan. Saudiya Arabistonning bir qancha katta binolari. Yani bu adamın işini tasavvur kılsak, akıllı adam ekan-da bu. Bir binanı kurban qilish bilan, balni o'qitib, bir qancha binani qazangan gap. 10 necha yilgan binani qazangan gap. Dunyoning har qaysi yerlarda shirkatlarni qurib, bunda ishni cho'ngaytgan gap. Agar biz endi bunimizning uchunligini ko'rmay, shu uzoqni ko'radigan bo'lsak, hatto balani o'qitishda uylarimiz bo'lsa, setib bo'lsa-mu, balalarni oliy maktabda yuqori saviyada o'qitish kerak. Balalarni o'qitganda, balalar bizni ketgan pulning nechasini topa oladi. Allah'ın izniyle çokul tapalaydı. Muşunda kurban bergende an kilidi o. Anda asallık olup hemen mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinini takip ediş, İslam dinimizin yetkisi oldu ki fidakarlığı, sahabelerinin fidakarlığı, kiyinkiz tabi'illerinin aşı İslam'ı dünyanın tört bir tarafında yetkisi için yoldaki aşı fidakarlığı hem mesela burada fidakarlıklar vazgeçişiyle bu anda rahat vatandan vazgeçiş, pul maldan vazgeçiş, rahattan vazgeçiş, aileden vazgeçip, hem bir vazgeçişle bağlı. Biz bu şundan beri de puldan vazgeçip, menfaatimizden vazgeçip, fidakarlık kılga vaxtida ballarımızı köngüldükidek bunda terbiyelep, bunda kılalarımız da. Bununla fakat şu tirişçallık, bu bizge bir cihat, bu mu cihatın bir türü. Ballarımızı Allah'ını suyduğun, vatanını suyduğun, halkı menfaatlik, ata-anasına, milletine fidakar, balı terbiyeleş için kılgan işlerimizin hepsi cihatın bir türü, bu cihat. Yani bunu düşünsek, biz muşunda anda ballarımızı terbiyeleşimiz gerek. Her neslimizi ballarımız için atışımız gerek. Ballarımızı ravurus insan kılış için. Muşununda en yaxşı selingan meblağ muşu. Şeksiz faydalık meblağ. Bunun neticesini muşu dünyada küreli kömesek ahirete çokum kürümüz bunun neticesini. Çünkü yaramlık bir insan kılımen de muşunda pul sarf kıldık, gücümüzü sarf kıldık. Bunun neticesini dünya ahirette Allah Teala çokum biridir. Rahmat, Allah razı olsun. Eğer başka qo'shimcha bo'lmaydigan gap so'zlar bo'lmasa, vaqt munosabati bilan vaqtni berib berib qoldi. Fragmentimiz mishada oxirlashtirsak. Bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.